Rahim. Tayammum haqida aytadigan bo'lsak, tayammumni kim qiladi, qachon qiladi, nimaga qiladi? Mana shu savollarga javob berishlik uchun at-tayammumu yaxluful wudu'a wal ghusla 'inda al-'ajzi 'anil ma'i li bu'dihi milan aw li maradin deb matnda bayon qilinadi. Ya'ni tayammum qilishlik mumkin bo'ladi kimki suv ishlatishlikdan ojiz bo'lib qolsa. Suv uzoq joyda uzoq masofada, ya'ni 4 kilometr atrofida suv bo'lmaganligi aniq bo'lsa, yoki kasalligi, betobligi, og'irligi sababidan shunaqangi sabablar natijasida suv ishlatishlikdan ojiz bo'lib qolgan odamlarga namoz vaqti kelganda tahorat o'rniga tayammum qilinadi. Tayammumning 4 ta farzi bor. Birinchisi qasdi pok deyiladi. Ya'ni yer jinsidan bo'lgan pok narsani qasd qilinadi. Pokligini qasd qilinadi. Ikkinchisi niyat qilinadi. Uchinchisi bir zarb urib yuziga, to'rtinchisi bir zarb urib ikki qo'liga mas qilinadi. Bu haqida Imom Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrohim al-Ansoriy degan Abu Hanifa rahmatullohi alayhining yetuk shogirdlari bo'lgan rahmatullohi alayh ustozlarining suhbatlaridan rivoyat qilib beradilar. Aytadilarki, Abu Hanifa ustozim rahmatullohi alayh dars davralarida sahobiylardan hadis rivoyat qilib tayammumni tushuntirayotgan paytlarida men so'radimki, bizga qanday ustozlaringiz sahobai kirom radhiyallohu ta'ala anhular tayammum qilgan bo'lsalar, ana shu tartibda bizga ham amalan ko'rsatib tayammumni o'rgating deb so'radim dedilar. Shunda Abu Hanifa rahmatullohi alayh avvalo mana shu bilaklarini ochdilar, yenglarini to qo'ltiqqacha ko'tarib oldilar. Ikki yenglarini ochib oldilarda, undan keyin yer jinsidan bo'lgan pok narsani qasd qilishlik farz ekanligini aytdilar. Ya'ni yer jinsidan bo'lgan deganda tosh, tuproq, chang, mana shunaqa narsalar ketadi. Ammo qayta ishlangan toshlar yoki pishgan g'ish, kulga o'xshagan narsalar, sintetik narsalarga tayammum qilish o'rniga o'tmaydi. Xo'p, demak, birinchisi qasdi pok ekanligini, ikkinchisi niyat. Niyatda masalan tahoratsizlikdan poklanib namoz o'qiyman, qurbat hosil qilaman, Qur'on o'qiyman degan niyat bo'lishi kerak. Yoki g'usl vojib bo'lgan odam bo'lsa, janobatdan poklanib ibodat qilaman degan niyatni qalbdan o'tkazish kerak. Xo'p, uchinchi farzi, ya'ni Abu Hanifa rahmatullohi alayh ana shu niyat qasdni o'rgatganlaridan keyin mana shu qo'llarini yerga urdilar deydi. Yerga shundoq urdilarda oldinga, orqaga barmoqlarini ochib, oldinga, orqaga qildilar va bir qoqdilar qo'llarini. Undan keyin yuzlariga surtdilar. Yuzga surtganda yuz chegarasini hammasini bir zarra joy qoldirmasdan masx qilib chiqdilar. Ana undan keyin ikkinchi bir zarb urdilar. Oldinga, orqaga bir qoqdilarda chap qo'llarining usti bilan o'ng qo'llarining barmog'ini tagiga qo'ydilar. Mana bu ikki barmoqlarini ko'tarib turdilar. Mana bu ikki barmoqni, bu qo'lni ikki barmog'ini ham ko'tarib turdilar va mana shunday olib bordilar. To bilakni, ya'ni tirsakni tagigacha. So'ng qo'llarini burdilar oxirigacha. Undan keyin mana bu bosh barmoqni mahkam yopib, avvalgi chang masx qilingan joyga bu barmoqni uchini tekkizib, mana shundoq olib kelib chiqazdilar. Keyin o'ng qo'lning barmog'ini ustini, chap qo'lni barmog'ini tegiga uchidan qo'ydilarda, yana pastga qarab masx qilib olib bordilar. Tirsakdan o'tgandan keyin qo'lni yana qaytardilar oxirigacha. Undan keyin yana olib kelib olib chiqdilar. Nihoyat mana bu ikkita qo'l ham masxdan chiqqandan keyin bir hilol qilib qo'ydilar. Yana bir narsani yaxshi bilish kerakki, mana men buni bu qo'lni olib borib qaytarib olib kelgan paytda
buni ichini mas qilish kerak emas. Chunki buni ichi hali bu qo'lni mamdo chiqib ketayotgan paytida, chiqayotganda ham boyagi bu qo'lga tegmagan, mas qilib kelayotganda tegmagan joyi. Mana shular bilan bu yoqqa qarab olib chiqiladi. Mana shundoq qilib olib chiqib ketiladi. Undan keyin hilol qilib qo'yiladi. Xo'p, ko'pincha tahorat qilishlikdan ojiz bo'lib yotib qolgan odamlar tayammum qiladilar. Masalan, o'rnidan tura olmay yotib qolgan odam. O'rnidan tura olmay yotib qolgan odam agar suv ishlatishlik imkoni bo'lmasa, birov tahorat qildirib qo'yishlikni ham imkoni bo'lmaydigan bo'lsa, ana shu yotgan betobga bir odam tayammum qildirishligi shart bo'ladi. Masalan, mana shu toshni betobning yotgan joyida ustiga bundoq tutib turiladi. Yoki shunaqa sharoit qilib qo'yiladi. Shu osmonga qarab yotgan joyida ham qasdi hoki pokni qilib, undan keyin niyat qilib, qo'lini shu toshga tekkizib, bir qoqib, yuziga surtib olaveradi. Mana shundoq turtib, xuddi shu tayammumni yotgan joyida qilaveradi betob odam. Faqat unga shu masalan yerga qarab yonboshlay olmasa, unga bir odam mana shu sharoitni qilib toshni tutib turish kerak. Yo umuman qo'lini qimillata olmaydi, yuziga ham olib bora olmaydigan darajadagi betob odam bo'lsa, unga bir sog'lom odam tayammum qilib qo'ydirishligi kerak bo'ladi. Tayammum qildiradigan odam o'zi tahoratli bo'lish kerak. O'zi tahoratli bo'lib kelib turib, boyagi betob odamga aytish kerakki, siz namoz vaqti bo'ldi. Tahorat olishingiz kerak. Tahoratga yaramaysiz, tayammum qilasiz. Mana bu toza tosh, mana shu toza pokiza toshni qasd qiling deb birinchi farzini tushuntiradi. Ikkinchi niyat qiling. Tahoratsizlikdan yoki janobatdan poklanib namoz o'qiyman deb niyat qilib oling deb turib, unga niyatni o'rgatadi. Undan keyin haligi tayammum qildiradigan odamni o'zi tahoratli bo'lish kerak. Va o'zi o'sha betobga men Alloh uchun ibodat qilishi uchun tayammum qildiraman deb turib, niyat qiladi-da, qo'lini bir zarb urib, oldinga orqaga qilib, bir qoqib yuborib betobni yuziga hamma joyini silab chiqadi, betobni yuzini. Mana shundoq qilib hech joy qoldirmasdan. Mana shuni yaxshi bilish kerakki, soch chiqqan joydan min manbatis sha'r deydi. Soch chiqqan joydan boshlab, mana bunaqangi ichkariga kirgan joy bo'lsa, ichkarini ham yuvish yoki masx qilish tayammumda, tahoratda yuvish farz bo'ladi. Mana shu soch chiqqan joydan iyaklarni ostigacha, ba'zilar manergacha deydi. Ular noto'g'ri fiqhni tushunmagan odamlar aytadi. Mana bu Alloh taolo famsahu bi wujuhikum hukm deb amr qilgan. Yuzingizni masx qiling degan tayammumda. Mas yuz degani mana qimillaganda buriladigan joy. Bu mana shu asfali zaqan, iyakni eng tagiga qadar yuzni chegarasi. Bu chegarasi esa mana bu ikkita quloqning yumshog'ining o'rtaligi, ana shu yuz bo'ladi. Keyin yana bir zarb urib tayammum qildirayotgan odam qo'lini oldinga orqaga qilib bir siltab, ya'ni qoqib yuborib, betob odamni qo'lini mana shunday qilib haligini masx qildiradi. Tayammum qildirish niyatida uni mana shunday masx qildirib, keyin ikki qo'lini bir-biriga tekkizib hilol qildirib qo'yadi. Mana bu tayammum qildirgan odamning ajri behisob bo'ladi. Betob odamga betobligida, og'ir holatida Allohdan qo'rqib ibodat qilishlik uchun qancha unga ajr berilgan bo'lsa, ana shunday mukofotni tayammum qildirganga ham beriladi. Ana shunday mukofotni Alloh nasib etsin. Hammamizni ibodatimiz bu dunyoda mukammal bo'lib, jannatul firdavslarni qo'lga kiritishligimiz o'zi nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.